Ha? Bo'ldi. Ana, endi menga qara. Voy, nimasi bu endi? Mana shu pul. Xo'p. Bu yerga qo'yib qo'yapman. Hozir soat necha bo'ldi? 9. 9 bo'ldi. Men kechga tomon 17:00 da ishdan kelaman. Xo'p. Faqat va'da berasan, halol bo'lsin. Bu qo'lingni nimaga yechmaysan? Ha. Kunlik vazifangni, har kunlik ishingni qilib borasan. Shu xolosmi? Men 17:00 da kelaman. Sen qo'ling yechilmagan, ishlaringni qilib bo'lgan bo'lsang, seni ko'raman, qo'lingni yechaman, keyin mana shu pul seniki. Shu xolosmi? Ha. Buncha oson shart. Bemalol eplayman. Men Ha. ketdim. Yaxshi boring. Xo'p. Hali ham ish qotirib tashlayman. Alo. Labe dadasi? Yo'q, umuman qiynalmayapman. Hamma ishlarimni qilib bo'lay dedim. Manti? Kim ekan endi? Voy, oyim ekan. Voy. Ey Xudoyim, shunchalar ham noshukur bo'lib ketdimmi? Bitta qo'lsiz 3-4 soatga yetib bora olmadim. Lekin oramizda qo'lsiz butun umr yashayotgan odamlar bor. Aslida shuncha boylik ne'matimning qadrini bilmadim. Kechir Alloh. Iye, onasi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ye, qoyil. Qo'lingni yechmabsan, ha? Meni mantimni tayyor qildingmi? Va'damni bajardim. Mantini lekin tayyorlay olmadim. Ha, mayli. Lekin va'dangda turibsan. Mana shu pul senga endi. Pullaringiz kerak emas. Faqat iltimos, qo'limni tezroq yeching. Tinchlikmi onasi? Nimadir bo'ldimi senga? Ey Alloh. Noshukurligim uchun kechir. Oyoq qo'lim salomat, yurganimga roziman. Bu dunyoni ko'zim bilan ko'rganimga roziman. Alloh bersa imkonim,
davrim kelib davronim surganimga roziman.